Johan, nima menga buncha tikilib qaraverasan? Sen jinni bo'lgandan keyin sen qarab o'tiraveraman desa, nima sen meni polizimga qarab o'tiribsan? Men senga qorovullik qilmoqchiman, o'shaning uchun qarayapman. Menga qorovullik keragi yo'q. Nima sen kerak emas? Men ishlab beraman, menga oylik ham berish shart emas. Rostdanmi? Rostdan. Mana qara, shunaqa qarab o'tiraman. Faqat eshikni ochib bersang bo'ldi. Men seni tushundim. Eshikni ochib bersam, shunday kirasan ichkariga. Ichkari kirasan, bu narsalar hammasini bitta olib boshlaysan, shundaymi? Yo'q, mana kirmayapman, ko'rmayapsanmi? Sen kirmayapman deb turib keyin kirasan, men yashinib turayinda. Men yashinib turganimdan keyin sen kirib ketishing mumkin-ku. Yo'q, kirmayman deyapman, tushunmayapsanmi? Kirmayman. Sen mana shunga qarab o'tirganmiding? Nima oldinga tushunib? Men qarab o'tirsam nima yeb qo'yamanmi? Bilmadim, endi yeb qo'ysam, yutib qo'ysam bilmadim. Nima bilan qilyapsan? Eshikni men ham yopib ochaveraman, menga farqi yo'q. Eshiging buzilsa, seni eshiging buziladi. Bor, uzoqda o'ynash, xo'pmi? Menga kerak emas qorovul. Bo'pti, o'zing bilasan. Qara, ana yerda qo'shnimiz mashina olibdi. Qani, qaysi qo'shnimiz? Ana chap tomondagi. Chap tomonda? Yo'q, mendan chap tomonda. Sendanmi? Bu mashinami? Mashina nimaga o'xshayapti? Bu mototsiklga o'xshaydi, bitta baloni bor-ku. Mashina bo'lsa kerak, bilmadim, borib ko'rchi. Mayli, qara, lekin yaxshilab qo'riqla, tushundingmi? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Jo'xa va sizlar meni yangi videomda. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki qo'shnim g'alati mashina sotib olibdi. Bu qanaqa mashina ekan? Bu mototsiklga o'xshaydi. Ikkita baloni bor. Nahotki mashina bo'lsa-ya, bu g'irt mashina emas-ku bu. Bu taptala narsaga o'xshayapti. Bilmayman aynan nimaligini, mashina emasmi? Hozir qo'shnimdan so'rayman. Assalomu alaykum qo'shnilar. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Sizlar egizak edinglar, shundaymi? Qanaqa egizak? Men xotin. Biz xotinmiz. Men xotin. Qanaqasiga bir xilsizlar-ku? Ovozinglar ham hamma narsalaring bir xil-ku. Hammasi ham bir xil emas. Bo'ldi, tushundim. Короче, yangi mashina olibsizlarmi? Oldik. Tabriklayman. Rahmat. Qanchaga sotib oldinglar agar sir bo'lmasa? Biroz sirroqda lekin. Nima sirroq? To'g'risini aytsak, biz u mashinani sovg'aga oldik. Endi sotamiz. Sovg'aga olgan narsani sotadiganmi? Endi biz shunaqa odammiz. Biz biznes qilishimiz kerak. Arzon olsak ham, bepul olsak ham, bizga pul berib yuborishsa ham baribir sotamiz. Sen avval bir og'zingni bir saramjonlab gapirishni o'rganib kel, xo'pmi? Nimaga unaqa deyapsan? U makkillab yotibsan-ku. O'zi ukam o'zi shunaqa. Hozir xotin edinglar-ku, qanday ukang bo'lib qoldi? Biz hazillashdik, biz rostdan ham egizaklarmiz. Sen topganding. Bilaman-da, bilganim uchun ham aytgandim. Senlar bo'lsa men aldamoqchi bo'lasanlar. Xullas, bitta narsa so'raysanlar-da, mashinani qanchaga sotasanlar? Men olmoqchiman, qiziqib qoldim lekin. Men aytayin arxini. Yo, men aytaman. Senlar avval ikkalang kelishib voqasini aytingda. Bo'ldi, birgalikda aytamiz. Mayli, aytinglar qancha? $200. $200 deyman. Shunday degin. $200 deganingni tushunmabman. $200. Bo'ldi, gap yo'q. Lekin menda hozir pul yo'q. Agar pul bo'lganda sotib olardim. Pul topib kelib nima qilib o'tiribsan? Endi sizlardan bitta shaldiroq aravani sotib olay deb borib pul topib kelamanmi? Qayerdandir top ish qilgan. Nima, uyingda yotaversanmi ishlamasdan? To'g'ri aytyapsan, lekin bir tomondan bilmadim, o'ylab ko'rishim kerak. Lekin nima mashinalaring balon ikkita? Bilmaymiz, bizga ham berishganda biz egasidan so'radik nimaga ikkita deb. Keyin u aytdi, men texnologiya yaratmoqchi edim. Keyin ikkita balonni olib tashlab, ikkitasini qoldirdim dedi. Bu ikkita balon o'ziniki emas-da, qizig'i. Bu mototsiklmi, traktorni baloni, bu g'alati balon qo'yilgan. Bu boshqacha mashinani baloni qo'yib olingan. Tushundim. Mayli, hozir men pul topib kela olaman, lekin juda ham qiziqdim. Mayli, olib kel, pulni tezroq kutib turamiz shu yerda. Bo'pti. Tak, hozir janob merdan pul so'rab kelaman, chunki janob merda pul bor edi. Doim pul so'rab borsam beradi-yu, lekin doim nimadir ish buyurib, evaziga keyin beradi. Yoki qanaqa dada, meni polizimdan chiqmadi. Men polizimdan chiqdi deb o'ylabman. Nima deyotganim? Qanaqadir ish buyuradimi yoki qanaqangidir narsani aytadi, keyin o'sha narsa evaziga pul beradi. Shunchaki pul berib qo'ymaydi janob mer. Bilmayman nimaga unaqa. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, nima gap? Yaxshimisiz o'zi? Yaxshi. Nima bunaqa padxod qilyapsan? Qanaqadir yordam kerak, pul kerak emasmi ish qilib? Qayerdan bildingiz? Sen doim o'z pul kerak bo'lsa men bilan so'rashasan-ku. To'g'ri topdingiz. Siz o'zingiz juda ham aqlli odamsiz-da, ko'ryapsizmi? Bilyapsiz. Bittada bildingiz men nima kelganimda. Paxta qo'yma.
Yo, paxta qo'yayotganmi? Men paxtadan ham yumshoq narsa bormi? Ha, bilmadim. O'shanaqa narsa qo'yib, momiq qo'yibman, momiq. Ha, unaqangi patxanichilik qilma tushundingmi? Yo, unaqa emas, biratam. Hozir menga 2 stak dollar kerak. Nimaga 2 stak kerak? Cho'ta bugun kam so'rayapsan, oldin 5-6 stak so'rarding. Ha, bitta musorxonani sotib olmoqchiman. Qanaqa musorxona? Shaldiroq araba bor ekan bitta, 2 ballonli Jiguli. Hech dunyoda 2 ballonli Jiguli ham bo'lar ekanmi? Men 4 ballonlisini eshitgan ekanman, 5 ballonlisini eshitgan ekanman, lekin 2 ballonlisini eshitmagan ekanman. 5 ballonlisi qanday bo'ladi? 4 ta balloni qo'yilgan, bitta zapaska bo'ladi. Ha, endi tushundim. No, berasizmi yo'qmi, shuni ayting menga. Berishga beraman, lekin sen nimaga soliqlar to'lamayapsan vaqtida? Ha, bo'ldi, bering, soliqni ham to'lab ketaman birdan. Ha, mayli, ola qol. Ikkinchi sandiqdan ol. 2, ikkinchi sandiqda yo'q-ku. Narigi tomondan 2. Ha, bu tomon, ha, mana bor ekan, 2 stak oldim. Bo'pti janob mer, hozir men birinchi mashinani sotib olay, keyin soliq olib kelib to'lab ketaman. Mayli, tezlash. Aha, rahmat. Xo'p, yaxshi bo'ldi janob mer, pul bergani. Ana endi mashinani sotib olaman. Ya'ni uni mashina ham o'zi deb bo'lmaydi. Rasvo holatda turibdi. Nima deb atasak bo'ladi? Menimcha mototsikl deb atasak bo'ladi. Jiguli-tsikl. Qanaqa bo'ladi? Jiguli-tsikl. Ya'ni Jiguli-tsikl. Menimcha shunaqa desam ham bo'ladi. No, Jigulik desakchi, velik bilan Jigulini aralashtirsak Jigulik bo'ladi. Oy Jetel, bo'ldi. Akang sher ekan. Oy Jetel, men pul olib keldim. Sandiqqa qo'yib, bemalol ketaverishingiz mumkin. Mashina endi seni rasmiy nomiga rasmiylashtirish uchun nima qilasizlar rasmiylashtirish uchun? Hujjatlar yo'q o'zi, shunchaki u seni mashinang bo'ldi. Xohlaganingni qilsang bo'ladi. Mayli, to'xta. Men telefonimga imzo qo'yib ber, mayli. Mana bo'ldi. Seni bitta rasmga olaydi. Tak, bo'ldi, всё. Men ketdim. Endi mashina meniki. Bemalol xohlaganingcha haydashing mumkin. Xohlasa titib tashlasang ham mayli. Bo'pti, mayli. Sizlar sog' bo'linglar. Men esa haydab ko'raman endi. Xo'sh, qanday bo'lar ekan? Yo'q, bismillah. Yurar ekan bu 2 ballon bo'lgani bilan. Yaxshi, garajimga kiritib qo'ysam ham bo'lar ekan bemalol. Lekin biroz g'alatiroq ekan. Uy! Obbo, shu yetmay turgandi. Obbo, yaramas mashina. Buzib tashladim hamma yo'qni. Muhimi hech narsaga zarar yetmagan. Daraxtni noto'g'ri qo'yib yuboribman, qaranglar. Daraxtni qo'l bilan sindirish bor-ku, toshni qo'l bilan sindirishga barobar. Toshni sindirish biroz qiyinroq. Eshikni ochamiz. Hozir mashinani moslashtirib turib, mana shu garajga kiritib qo'ysam, keyin bemalol voy dabdala bo'ldi yana. Obbo, bu ham yetmay turgan. Doim o'zi yetmay turadigan narsalar qilaman. Knopka qo'limga uzilib tushdi. Eshikni ochamiz. Men bu yerni birinchi to'g'rilash kerak, keyin knopkani qaytarib qo'ysam ham bo'laveradi. Tak. Okey, mana aka. Bo'ldi, всё. Nima buni bir tomon baland bo'lib turibdi, men tushunmayapman. Yo'q, g'alati-ku bu. Shunda mototsikl orqasini ko'tarib yuradi-yu, oldini yoki orqasini. Bu ham shunaqa qilib yurarmikan yoki? Oldi tegishiga ozgina qolgan ekan, tegmabdi. Men unga hayron qolyapman. Qanaqasiga bu ko'tarilib qolishi mumkin? Bu nogironmikan? Nogironga o'xshayapti lekin. Mayli, nichivo. Eshikni yopib qo'yay. Men hozir soliqlarni olaman-da, janob merga olib borib beraman, keyin qutulaman. Yo.